Baliqni yaxshi ko'raman, lekin shu qiltanoqlari tiqilib qolishidan rosa qo'rqaman deb, ayniqsa o'g'limga berayotganda. Shu usulda tayyorladim, qiltanoqlari bilan maza qilib yedik. Baliqni umurtqasini olib tashladim. Terini ham ba'zi joylarini olib tashlab, to'g'rab olib, cho'pperga solib mayda qilib oldim. Cho'pperga solganda qolgan qiltanoqlari ham mayda bo'lib ketadi. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Ishlar bilan chalg'ib, qozonim tagiga olgandim. Xatdan bilib qoldim. Shunga ham siqilamanmi? Aqua Magic bor deb, suv qaynatib, Aqua Magic soldim. Ekonomichniligimni qaranglar. Bitta qaynagan parashokka boshqa idishlarimni solib, ularni ham tozalab oldim. Aqua Magicni anchadan beri ishlataman. Natija shunaqa bo'lishi aniq edi. Baliq nima bo'ldi deyapsizlarmi? Baliqga tuxum qo'shdim, tuz qo'shdim, murch qo'shdim, non to'lqonini qo'shib, yengil blender qilib oldim. Xuddi shu retseptga piyoz qo'shsangiz, baliqli kotlet bo'ladi. Men piyoz qo'shmadim, chunki baliqning mazasi o'zida qolishini xohladim. Usti qarsillab chiqishi uchun baliqlarni unga bulg'alab, yog'da pishirib oldim. Pomidor va tomatdan baliq uchun sok tayyorlab oldim. Soklari bilan yana ham mazali ketadi. Bu kotlet yosh bolalarga, qarilarga ham rosa foydali. Qiltanoqda kalsiy, fosfor, kollagen bor. Bolalarning bo'y o'sishida foydali. Qiltanoqdan xavotir olmasdan bemalol beraverasiz. Kollagen bo'lsa, bo'g'im og'rig'ida foydali. Undan tashqari sochlarni mustahkamlab, terimizni yoshartiradi. Chiroyli qilib yasatuvdim. Mana qudalab olib tugum bo'ldi. Qarilarni ko'rganda olib borsangiz bormi? Duolarni tagida qolib ketasiz. Retsept yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib qo'yarsiz.